Beburt birov qilgan yaxshilikni men qildim deydi. Nokaz nuqul mardni rizqini yeydi. Beburt birov qilgan yaxshilikni men qildim deydi. Nokaz nuqul mardni rizqini yeydi. San'atkor bo'lsa-chi, agar u beburt birov qilgan qo'shiqni meniki deydi. Mana shu aytilayotgan so'zlar meni shogirdlarimga tegishli emas. Men shogirdlarimga omad tilayman. Ular meni maktabimning davomchilari. Ular kelajakda meni qo'shiqlarimni aytib, meni umrimni uzaytiradigan insonlar, bular shogirdlarim. Men hozirgi aytayotgan 4 qatorlikni hech qachon ularga atamayman. Mana bu aytilayotgan 4 qatorliklar boshqa bir sozandalarga tegishli. Uni hamma yaxshi biladi kimga tegishliligini. Shuning uchun yana ichinglarda o'ylamasin, mana bu shogirdiga atadi yoki mana bu qo'shiqni mana bu ashulachiga atadi deb. Bu butunlay boshqa odamga atalgan. Sizlar bilmaysizlar uni, balki. San'atkorlarda bor ajib bir naql. San'atkorlarda bor ajib bir naql. Ne bo'lsa ham o'zingnikini aytganing ma'qul. Birovlar qo'shig'i bilan olqish olguncha botqoqda qurbaqa bo'lib sayragan ma'qul. Dünya senu mendan qolmog'i ayon. Bizdan so'ng boshqalar bo'lmog'i ayon. Tanamiz tuproqqa qo'yilgach shu on yana qayta dunyo nomin olmog'i ayon. Bozorga o'xshaydi asli bu dunyo. Bozorga o'xshaydi so'z ham ma'no. İkisi ichra ham ko'rmadim aslo, molim yomon degan kimsani ammo. G'alati tuzilgan asli bu dunyo, uni bundayligini kim ham bilibdi. Hayvonot bog'ida qarang, bir inson maymunni masxara qilib turibdi. Qirq yilda bir yigit kelar dunyoga. Yigit yuzin yerga qaratma falak. Yer chizib qolmasin xalqqa qoshida. Bo'lar bo'lmas ishga qilmagil halak.